konditer bilan ishlayapmiz. Hammada SMM shaklida uchraydigan problemalardan bittasi bu Ustozlarimiz aytishganidek, sizni narxingizni ololmayman. Menga anaqa kerak emas, SMM mutaxassislik yoki bo'lmasam qimmat narxga anaqa bera olmayman deyish mumkin. O'sha paytda siz olib kelib berayotgan qiymat bilan isbotlab bering. Siz aytgan narxga ishlaymiz, o'sha SMM xizmatini yoki tekinga ishlaymiz. Ularni fikrlarini inobatga olish kerak. Ideya beryaptimi? Plansiz pul sarflash juda yomon men uchun. Assalomu alaykum hammaga. Hozirgi kunda SMMga yangi kirganlar orasida har xil muammolar va savollar tug'iladi. O'sha savollarga SMM menejerim bilan birgalikda bugun javob berishga harakat qilamiz. Yaxshi keldingizmi, Sevinch? Rahmat, Shahnoza, yaxshimisiz? O'zi ko'pchilikni qiziqtirgan savollardan bittasi bu Shahnoza Kamoliddinova kim? Xo'p, ismim Shahnoza. SMM mutaxassisman, digital marketolog desa ham bo'ladi. Undan tashqari har xil bir ikkita loyihalarni yo'lga qo'yamiz. Kichkina yangi tadbirkor desak ham bo'ladi va Singapurga talabaman. Tushunarli. Xo'p, hozirgi paytda qanaqa proyektlaringiz bor? Xo'p, SMM bo'yicha komandamiz bilan birgalikda hozirgi kunda klinika bilan ishlayapmiz, xususiy klinika bilan, konditer bilan ishlayapmiz va bir nechta shaxsiy brendlar bilan ishlayapmiz. Xo'p, hozirda hammada SMM shaklida uchraydigan problemalardan bittasi bu proyekt olish, uni narxlash. Hozirgi paytda o'zi qanaqa proyekt olsa bo'ladi? Hamma aytadigan narsa, hammada bo'ladigan problema. Bizdan katta ustozlarimiz aytishganidek, mutaxassislar aytishadi, klient yo'q deb, klientlar yaxshi mutaxassis yo'q deyishadi. Aslida xohlagan odam klientini topib ketsa bo'laveradi. Ya'ni bozor ochiq, hali ham klientni bemalol topsa bo'ladi. Qimmat narxga olsa ham bo'ladi, bemalol, lekin ba'zi bir yangi SMM menejerlarimiz klient topishga, qimmat narx qo'yishga qiylanishadi. Klient qachonki sizga proyektini berishga tayyor turadi va qimmat xohlagan pulingizni berishga tayyor turadi, qachonki 3 ta narsani bera olasiz. Birinchisi yoki daromadini oshirib bersangiz, ikkinchisi ularga yoki status beradigan bo'lsangiz, uchinchisi birorta qiymat natija bera oladigan bo'lsangiz, siz любой narxingizni ayting, o'sha siz aytgan narxga ko'nishadi. Ba'zi bir mutaxassislarimiz klient bilan kelisha olmaydi, qanaqa usulda qiymat berishini ko'rsatib berisha olmaydi. Ya'ni klientlar ishonishmaydi. Hozirgi kunda ko'pchilik aytishyapti, mashinniklar ko'payib ketgan, ishlab ko'rdik, bo'lmadi, hech nima qilib berish olmadi deb mashinniklar deb o'ylab qolishgan klientlar. Lekin siz shuni ko'rsatib beringki, klient oldiga ham tayyor prezentatsiyalar bilan boring, qanaqadir o'zingizni, nima deydi, qiymatingizni berishingizni isbotlab bering, ko'rsatib bering. O'zingizni mutaxassisligingizni ko'rsatib bering, ular tayyor turishadi. Tushunarli. Xo'p, qimmat narx aytish qanchalarda muhim ularga? Hozir aytganimdek, agar siz qiymat bersangiz, ular xohlagan pulni berisha oladi. Men bitta misol ko'rsatib beraman. Agar klientingiz aytayotgan bo'lsa, bo'ladi, hozirgi kunda ko'pchilik $100 bo'lsa ham ishlayveradi. Pul bermasa ham ishlayveradi, portfolioga qilaman deb, lekin bu xato narsa. Ya'ni siz qimmat narxga ham sota olasiz. Bitta misol bilan aytib beraman. Klientingiz bo'lishi mumkin, menda faqatgina $100 bor. Men unaqa sizni narxingizni ola olmayman. Menga anaqa kerak emas, SMM mutaxassislik yoki bo'lmasam qimmat narxga anaqa bera olmayman deyish mumkin. O'sha paytda siz olib kelib berayotgan qiymat bilan isbotlab bering. Deylik, klientingizni mahsuloti $50. Siz SMM xizmati orqali ularga deylik 50 ta klient olib kelib beryapsiz. Siz olib kelib berayotgan internetdan o'sha klientlarini hisoblasa $2,500 atrofida bo'ladi. Bu siz orqali $2,500 daromad topyapti, siz bo'lsa $100 ga ishlayman deyapsiz. Mana shuni ko'rsatib berasizda. Mana sizga mana shuncha daromad bo'lishi mumkin. Sizda mana bunaqa narsa bo'lishi mumkin. Deysiz, yoki agar shunday ham ko'nmaydigan bo'lsa, bitta zo'r usuli bor. Bitta holat bo'ladi, o'zim ham qo'llayman bu narsani. Hozir kunda qo'limda budjetim yo'q. Yoki bermayman degan paytda bo'ldi. Siz aytgan narxga ishlaymiz, o'sha SMM xizmatini yoki tekinga ishlaymiz. Faqat biz olib kelib berayotgan har bitta klientdan foiz olmoqchiman. Ya'ni biz olib kelib berayotgan klientni deylik, daromadingiz 50% menga bo'ladi, 50% sizga bo'ladi deydigan bo'lsangiz, klient o'zi qo'rqib qoladi. Yo'q, bo'ldi, siz o'zingiz aytgan narxni beraveraman deydi. Chunki siz SMM orqali olib kelib berayotgan klientingiz dan keladigan daromad ancha katta bo'ladi. Tushunarli. Agar rozi bo'lmaydigan bo'lsa, shunda bo'ldi, prisingizni olaman, o'sha siz aytayotgan narxni olaman deydi. Agar mayli siz taklifingizga roziman desa ham, siz plyusda qolasiz. Chunki klient olib kelib berasiz, daromadni 50% sizga qoladi. Ancha barobar ko'p bo'ladi. Ya'ni bu usuli. Xo'p, hozirgi paytda klientlar bilan ishlashda qanaqa o'zi problemalar bo'ladi? Ko'p problemalar bo'ladi. Ayniqsa yangi SMM menejer o'zi
katta SMM menejerlarda ham bo'ladi problemalar. Asosiy problemalardan bittasi ko'pchilik hamma SMM menejerlar qiladigan xato boshida kelishib olmasligi. Proyekt olishdan o'sha ishni boshlashdan avval hamma narsani taxt qilib qo'yish kerak, plan qilib qo'yish kerak. Ko'rsatib berish kerak klientga. Qanaqa holatda nima bo'ladi, nima holatda qanaqa narsa bo'ladi, kelishib olish kerak. Deylik, ba'zi bir klientlar aytishi mumkin, 2-3 kun ishlagandan keyin bo'lib to'xtataman, ishlamayman deydi. Yoki ba'zi SMM menejerlarga aytishadi, hamma narsani qidirishadi yoki ishingizga aralashishadi. Eng katta SMM menejerga yoqmaydigan narsani bittasi ham shu ishingizga aralashishi. O'sha narsalarni kelishib olasiz boshidan. Ishni to'xtatamiz deydigan bo'lsa, aytasiz, biz siz bilan 1 oy uchun kelishuv qildik yoki 3 oy uchun kelishuv qildik. Mana shu kelishuv muddatimiz tugaguncha ishlaymiz. Tugagandan keyin bemalol to'xtatsak bo'ladi, hozir to'xtatmaymiz deb o'zingizni haq-huquqlaringizni bilishingiz kerak. Ya'ni o'sha mutaxassislarimiz kelishib boshidan klient bilan gaplashib olish kerak. Keyin strategiya qilib olish kerak. U narsalarni ko'pchilik qilishmaydi, hech kim qilmaydi. Shunda menga SMM kerak deydi, boradi, video oladi, keladi. Nima qilyapti, qayerga boryapti, keyin ertaga nima bo'ladi, natija olib kelib bera olsa, natija olib kelib bera olmasa, qanaqa holatlar bo'ladi, shularni kelishib olish kerak boshidan klientingiz bilan. Yoki ishingizga aralashadigan bo'lsa, unda ham tushuntirishingiz kerak. Masalan, mana bunaqa holatlarni biz bo'ynimizga olganmiz, biz SMM tushunamiz, shu sohani bilamiz. Sizga qanaqa usulda klient kelishini biz bilamiz. Siz o'zingiz sohangizda mutaxassissiz. Shuning uchun keling, hamma men bu SMM bo'yicha proyektingizni qilib beraman, natijaga olib chiqib beraman. Siz ham mana bunaqa usulda o'zingizni fikrlaringizni bersangiz bo'ladi deb fikrini berib o'tsin klientdan, masalan, bunday qilmoqchiman desa, lekin ishingizga aralashsa, aytishingiz kerak. Ya'ni mana shu usulda men natijani ko'ryapman, ya'ni shu sohani ko'rayotganimdan keyin mana shu usulda qilaylik deb tushuntirishingiz kerak. Tushunarli. O'zi kimni aytgani bo'lish kerak? SMM menejerimi, klientimi? Yangi boshlaganlar hamma narsani ularga ko'nishaveradi. Soat 2 da yozadimi kech payt yoki xohlagan payt chaqiradimi, borishadi. Shunaqa SMM menejerlar ham bor. Endi haq-huquqini biladigan yaxshi SMM menejerlar ham ko'p. Endi ko'pchilik klientni dominant qilib qo'yadi. Ya'ni o'zini pastga olib, klientni dominant qilib qo'yadi. Bu narsa xato. Kelishuv ostida ishlashingiz kerak. O'zingiz ham haq-huquqlaringizni bilishingiz kerak. Ya'ni dominant klientni dominant qilib qo'yib, o'zingiz bu yerda ham arzon narxga ishlab, ham hamma narsani qilib o'tirishingiz kerak emas-da. Eng muhimi mana menda shunaqa narsa bor. O'zimni hurmatim, o'zimni haq-huquqim eng birinchi darajada. Agar nimadir minus tarafi bo'ladigan bo'lsa, birinchi kelishamiz, gaplashamiz. Shunaqa usulda bo'lyapti deymiz. Agar juda ham menga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, ular bilan ishni o'zim to'xtatishim mumkin. Ya'ni kelishib ishlash kerak ikki taraf. Bitta odamni dominant bo'lib qolishi kerak emas. Ayniqsa klient katta dominant bo'lib qolishi ham kerak emas. Lekin ularni fikrlarini inobatga olish kerak. Ideya beryaptimi? Zo'r, menga yoqdi shunaqa ideyalar. O'zi klient ideya berib turish kerak. Bu asosiy yaxshi narsa. Fikr berayotgan bo'lsa, men aytganim bo'ladi deb qo'pol bo'lib ketish kerak emas. Kelishib ishlash kerak. Uni fikrlarini ham inobatga olishingiz kerak. Xo'p, o'zingiz sizda bo'lgan shunaqa holat, klientlar bilan urushib ketish holatlari bo'lgan. Klientlar bilan menimcha ko'pchilik urushib ketgan. Menda ayniqsa ko'p. Chunki asabim ham tezman deb kichkina narsa bo'lib ketadigan bo'lsa ham yoki hurmat taraflaman. Ba'zi birlarni bilasiz, mashinliklar ko'payib ketgani uchun shunaqa deb o'ylashadi. SMM menejermisiz, mobilografmisiz deb past hurmatda yoki hurmat qilmaydigan ohangda gapiradigan bo'lsa, menda asabim juda ko'tarilib ketadi, shunda urushib ketishi mumkin. Tushunarli. Xo'p, hozirgi paytda SMM komandangiz bor. Yana ayollar communitysi, o'qishingiz, yana magazin ochdingiz, onlayn magazin. Hammasiga qanaqa bo'lgurasiz? Ko'pchilik aytishadi, hamma aytadi o'zi qanaqa bo'linib ketmayapsiz deb. Lekin menda ham bo'ladi. U masalan bitta odam ko'p narsa qilayotgan bo'lsa, unda hamma narsa zo'r degani emas. Ba'zi bir joylarga kech qolaman. Ko'pincha kech qolaman. Bitta narsalarga o'xshamaydi. Lekin hammasini plan asosida, reja asosida boradigan bo'lsangiz, ulgurasiz. Ya'ni reja asosida oylik, haftalik, kunlik yoki 1 yillik o'zingizga maqsadlar qo'yib, rejalar qo'yib olsangiz, tizimlashtirib olsangiz, qiynalmaysiz.
Ya'ni ko'p narsaga ulgurishni ikkinchi yo'li bu delegate qilish, ya'ni bo'lib berish odamlarga. O'zingiz qilishingiz shart bo'lgan, siz bitmaydigan narsalarni o'zingiz bajarasiz. Boshqa odam ham qilsa bo'ladigan ishlarni bo'lib berasiz. Birinchisi delegate qilish, o'zingiz qiladigan narsalarni yoki o'zingiz qilolmaydigan narsalarni bo'lib berishingiz yoki muhim emas bo'lgan narsalarni keyinga qoldirishingiz yoki hozirda muhim bo'lgan, hozirda muhim bo'lmagan narsalarga bo'lib olishingiz. Ya'ni mana shunaqa to'rttali anaqa bor, jadvalli qolib bor o'zi, time management bo'yicha. Tushunarli. Yana bitta qiziqarli savol beraman. Hozirgi paytda o'zingizni daromadingiz bor, pul topasiz, uni qanaqa qilib sarflaysiz? Tez yoki bemalol saqlab qolib? Menda kichkinaligimdan bor bitta odat, pulni srazu sarflab olmayman. Masalan, ayollarda bo'ladi, kiyimdagi, kosmetika ko'p narsalarga sarflab olishadi. Endi menda ham bor bunaqa chiroyli kiyinishlarga, lekin pulni sarflash bo'yicha tez sarflab olmayman. Kichkinaligimda ham, masalan, maktabga borayotganda obedga pul berishardi. O'sha pullardan yig'ib 100 ming o'sha paytda yig'ib olib chiqardim bir oyda ichida. O'sha ya'ni berayotgan pulini olib, yig'ib, keyin biser olganman, biser olib to'qib sotganman. Keyin to'qiydigan iplar olib, ularni to'qib sotganman. Ya'ni ular berayotgan pulni yig'ib, boshqa narsaga aylantirardim. Kichkinagina bo'lsa ham, kichkinagina bo'lsa ham o'sha 7 yoshimda o'shanda mahalladagi atroflarga sotganman. Ya'ni olganimdan keyin hozirgi kunda o'zi texnika bor, 50, 30, 20 degan texnika bor. O'sha texnika bo'yicha planlashtirib, xarajatlarim, qanaqa narsalarga ishlataman deb turib, birinchi yig'ib qo'yaman, keyin qolganini bo'lib o'ylab, planlashtirib, keyin ishlataman. Bunaqa plan qilmasdan ishlatib olmayman. Ya'ni oilada ham o'zi moliyachi desa ham bo'ladi mani. Ko'pchilikga naqd turaman, planlashtirib, hozir bunaqa qilishimiz kerak, hozir bunaqa qilishimiz kerak. Hozir bunaqa xarajatlarimiz bor, bularni qilishimiz kerak deb. Plansiz pul sarflash juda yomon men uchun. Ya'ni mana shu narsa muhim. O'sha 7 yoshligimda ham berishgan pulini qarab yig'ib qo'yardim, yig'ib juda pul yig'ishga yaxshi ko'rardim pul yig'ishni. O'sha biset to'qib ko'rganman. Endi hozir kiyim brendini ochdik. Shunaqa usulda ketyapti. Ya'ni pulni sarflashda ham shunaqa narsa bor, 50, 30, 20 foydasi bor. Ko'pchilik aytadi, pulni qo'liga tushishi bilan xarajatlar bilan xarajatlarga sarflab olishadi. Lekin birinchi o'rinda saqlab qo'yishingiz kerak. Ya'ni siz birorta xarajatingizga birinchi to'lab turib, keyin saqlab qo'ya olmaysiz. Hech qachon pulingiz qolmaydi. Chunki qo'lingizga pul tushdimi, sirazi saqlab qo'yishingiz kerak. Hech bo'lmasa 10%ni, yoki bo'lmasa 20%ni saqlab qo'yib, qolganini ikkiga bo'lasiz. Bittasi xohishlaringizga, bittasi to'lashingiz kerak bo'lgan joylarga. Masalan, sotmoqchi bo'lgan ko'ynaklaringiz bu xohishlaringiz bo'ladi. Nimadir to'lov qilishingiz kerak bo'lgan joylar bular xarajatlar bo'ladi. To'lash kerak bo'lgan narsalar bo'ladi. Tushunarli. Bugungi so'ramoqchi bo'lgan savollarim shulardan iborat edi. Rahmat, sizga juda ham qiziqarli bo'ldi. Yaxshi ma'lumotlar berdingiz. Rahmat kattakon. Xursandman. Videomiz boshqalar uchun ham foydali bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Yana boshqa SMM sohasida yoki boshqa sohalarda savollaringiz bo'lsa, izohga yozib qoldiringlar. Shaxsan o'zim javob berib chiqaman yoki muhim mavzular uchun yana boshqa video ishlashga harakat qilamiz. Rahmat.